Yoz kelishi bilan ayollarda eng ko'p uchraydigan muammo bu albatta makiyajimizdan oqib ketishi. Shunga qizilib bu jazirama suvga qaramasdan kun davomida makiyajimiz ideal turib berish uchun layfhaklarni o'rganamiz. Birinchi bo'lib qizlar yuzimizni to'g'ri tayyorlashdan boshlaymiz va namlantiruvchi kremdan voz kechamiz. Ha qizlar, bu gapni men aytmayman. Uni o'rniga молочко, sivritka yoki yengil losyonga o'tamiz. Yuzimizda oldin qurishini poylaymiz. Yuzingiz tez yog'lanib ketsa, og'ir krem SPF ishlatmasdan fluid deb yozilgan SPF ishlatamiz. Shunaqa suvli bo'ladi. Yuzimizga juda ham tez singiydi va kun davomida yuzimizni yog'lantirmaydi. Fiksator faqat makiyajdan keyin emas, makiyaj qilishdan oldin ham ishlatamiz. Shunda makiyajingiz zo'r qotib turadi. Yaxshilab quritamiz. Mana shu uchun daftarlar kerak. Agarda yuzingiz yaltillashini umuman xohlamasanglar, обязательно faqatgina matoviy tonalni ishlatasizlar. Chunki BB krem, satinoviy tonalnilar doim yuzinglarni yaltillatib qo'yadi. Tonimiz yaxshi turib berish uchun tonalnini surayotganda ham kistichka, ham sponjik ishlatamiz. Birinchi bo'lib kistichka yordamida tonalnini surib olamiz. Keyin nam sponjik bilan ustidan o'tib chiqamiz. Shunda ortiqcha tonalnini tortib olamiz va yuzimiz kun davomida yog'lanmaydi. Işte konturingni ham, rumyanani ham ikki xil turini ishlatamiz. Birinchi bo'lib jidki va ustidan suxoy tekstur ishlatamiz. Shundagina korreksiyasiz oqib ketmaydi. Oxirida qizlar обязательно matирующий pudra ishlatamiz. Bu makiyajimizni fiksatsiya qilishga yordam beradi. Kun davomida turib berishiga, yaxshi yog'lanmasligiga ham yordam beradi. Fiksatorni ham esimizdan chiqazmaymiz. Quritamiz. Va oxirgi lifhakim qizlar, любой magazin mana shunaqa matирующий salfetka sotadi. O'zingizlar bilan olib yuringlar. Kun davomida yuzingizlar yog'lansa, matирующий salfetka bilan shu yog'ni tortib olsanglar bo'ladi. Yuzingiz yana сразу matoviy bo'ladi.